Hurmatli nomzod, sizga savol taqdim etiladi. Marhamat. Oldinda Microsoft Office dasturlaridan foydalanish ko'nikmasi nima uchun muhim? Jadvallar, reksiyalar qilishda, navigatsiya prezentatsiyalar qilishda Office dastur kerak bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosat to'g'risidagi qonun nechta moddadan iborat? Savolning asos bilganimiz hujjat bu oltmish o'n ikki ming yigirma ikkinchi yilda tarkib qilingan. 2022 yilda o'sha yoshlarga oid davlat siyosatini davlat darajasiga ko'tarilishiga turtki bo'lgan qonun shu 62 sonli prezident farmoni. Kelajak qadam dasturing doirasida tanlovlar qanday yo'nalish tashkil etiladi? Chunki bilmayman, bu tushib ko'rganim hurmatli nomzod, sizga rayonimiz dasturi orqali taqdim etilgan norozichilik bo'lsa keyin aytasiz. Qolgan savollarni o'qib javob berib ketavering. Windows operating tizimi qanday asosda bajaradi? Qanday bajaradi? Tashabbus olimpiadasini jamoaviy ishtirok etiladigan musobaqa tanlov loyihalari hurmatli nomzod, sizga taqdim etilgan savollar bo'yicha e'tirozlaringiz bormi? E'tirozlar bor. Abror aka, nomzodimizda savollar bo'yicha e'tirozi bor ekan. Hurmatli nomzod, savolga qanaqa e'tirozingiz bor? Uchinchiga Labi? kelajakka qadam dasturing doirasida tanlovlar qanday yondorish maqsadida tashkil etiladi degan. Buni ishlaydigan odam bilmasa, to'g'risi men bunaqa narsaga hech Bu kelmayman. kelajakka qadam dasturi oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchi yoshlarga o'sha tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishi, imtiyozli kreditlar olib qanaqadir o'sha tadbirkorlikni yo'lga qo'yish bilan bog'liq imtiyozlar berilganda, bu yoshlarga oid davlat siyosati, yoshlarga oid savol bo'lganligi uchun bu kiritilgan. Bu bo'yicha alohida prezidentimiz qaror chiqib, Milliy bank biriktirilib amalga oshirilyapti bu ishlar. Bevosita bu lavozimda ishlayotgan xodim ham bu narsalarni bilishi belgilangan, shu uchun savollar berilganda. Endi bizlar soha bo'yicha ishlamagandan bilmaydi. Bunaqa noto'g'ri tushunmanda aytib o'tayotganda. Tushundim. Endi agentlik tomonidan bu savol tuzilgan, aynan butun respublika bo'yicha amalga oshiriladi. Bu prezident qaroriga asosan. Shuning uchun bu savollar kiritilganda platformaga. Komissiya a'zolari sizga qo'shimcha savollar berishlari mumkin, hurmatli nomzod. Marhamat, komissiya a'zolari. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Qo'shimcha savol beraman unda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF 158-sonli farmoniga asosan O'zbekiston 2030
strategiyasi to'g'risida farmonlari qabul qilingan. Unga asosan bilamiz 100 ta maqsad belgilab olingan. Shu 100 ta maqsad belgilab olingan. Shuning ichida shu maqsadlarning ichida yoshlarga oid davlat siyosati va sport yo'nalishidagi islohotlar doirasida maqsadlar ham keltirilganda. Shu maqsadlarning soni nechta? Yoshlar sohasida. Telefon qanday ekan? Hmm. Mayli, 163-sonli farmon imzolandi. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini samaradorligini oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida prezident farmoni. Unga asosan mana to'g'ridan-to'g'ri bevosita yoshlar yetakchilari bilan ishlaydigan, rahbar sifatida ishlaydigan unga savol uchun beraman. Shu yoshlar yetakchisini nechta vazifasi belgilab berildi? Mana shu farmonga asosan. Vazifalari Aha. yoshlarni bu ijtimoiy siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, mana yoshlar daftari dedi, yoshlar daftariga kiruvchi yoshlarni aniqlab ijtimoiy muhtoj. Kechirasiz, hurmatli nomzod, sizga nechta deb so'rayaptilar, qaysi deb so'ramabdi, shuning uchun aniq raqamni ayting. Raqamni. Bo'ldi, boshqa savollarim yo'q. Hurmatli nomzod, sizga taqdim etgan savollar bo'yicha e'tirozlaringiz yo'q bo'lsa agar, suhbat natijalari sizga shaxsiy kabinetingiz orqali yuboriladi. Ishtirok etganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmat komissiya a'zolari, navbatdagi nomzodimiz Barnoyev Dilshod Islom o'g'li Qiziltepa tumanidan oliy ma'lumotli. Hurmatli nomzod, suhbatni boshlaymiz. Suhbat savollari sizga Renon dasturi orqali taqdim etiladi. Agar tayyor bo'lsangiz, sizga savollar taqdim etiladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Baland ovoz o'qib, savolga javob. Avvalambor assalomu alaykum, komissiya a'zolari. Men Barnoyev Dilshod Islom o'g'li, Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Aslovot mahallasida 1998-yil tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Namangan davlat texnika universitetining mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarish va jihozlash yo'nalishini bitirganman va bu Hurmatli soha nomzod, komissiya a'zolarida sizni shaxsingizga doir barcha ma'lumotlar taqdim etilgan. Bilishadi, ma'lumotlar bor. Savollarga javob berishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Qonunchilikka muvofiq bolaning qonuniy vakillari kimlar bo'lishi mumkin? Qonunchilikka muvofiq bolaning qonuniy vakillari bular uning ota-onasi bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas, bo'lishi aniq, chunki ular bolaning qonuniy vakillari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrdagi 209-son farmonida belgilangan yetakchining birinchi vazifasiga ko'ra har oy kamida nechta yoshni sport, musiqa va fan to'garaklariga jalb etishi lozim. Har oy kamida 5 ta yoshni sport, musiqa va fan to'garaklariga jalb etishi lozim. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi necha bo'lim, necha band va necha moddadan iborat? 4-savol. Yoshlar siyosatini amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli qanday? Yoshlar siyosatini amalga oshirishda fuqarolik jamiyat institutlarining roli yoshlarni ishga jalb qilish, keyin 5 tashabbus loyihasiga jalb qilish, ularni bandligi bilan shug'ullanish. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-dekabrdagi 585-qarori nima haqida? 2-dekabrdagi 580 bu volontyorlar haqida qaror qabul qilingan 2009-yil 2-dekabrdagi qaror. Javoblarim shulardan iborat.
Komissiya a'zolari qo'shimcha savollaringiz bo'lsa marhamat davom etishlaringiz mumkin. 4-savolga javob berdi. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. Yoshlar siyosati amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli qanday? Fuqarolik jamiyati institutlari nima edi o'zi? Fuqarolik jamiyati institutlari bular endi aslida bunday institutlar deyiladi, chunki fuqarolik jamiyati deganda fuqarolarni o'sha ayni bir yo'naltirish, ayni bir sohaga yo'naltirish, shunaqa taraflama fuqarolik institut jamiyati deyiladi. Xo'sh, keyingi savolim yoshlar daftari bilan yoshlar balansining farqi nimada? Yoshlar daftari bu yoshlar daftariga asosan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar kiradi. Yoshlar daftarini yo'nalishi bu yoshlarni mahalladagi 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni ro'yxatga olish, ularning shaxsiy ma'lumotlari, tug'ilgan yili, boshqa u haqda barcha ma'lumotlar kiritiladi. Yoshlar balansi deganda bu yoshlar balansi har bitta o'sha mahallada bo'ladi. Bu narsa qandaydir bir tadbir yoki boshqa paralimpiya o'yinlari uchun yo'lkiralar boshqalari shu yoshlar balansi tarafidan qoplaniladi yoki jarrohlik amaliyotisiz davolanadigan yoshlar uchun kontrakt 50% to'lanishi uchun yoshlar balansidan pul mablag' qoplab beriladi. Yoshlar daftari esa bu alohida yuritiladi, tuman yoki viloyatlar yoki mahallalarda yuritiladi. Har bitta mahallada bo'ladi. Bu elektron bo'ladi yoshlar daftari. Bunga 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar kiritiladi. Boshqa savollarim yo'q. Rahmat sizlarga. Hurmatli nomzod, suhbat savollari bo'yicha e'tirozlaringiz yo'qmi? Yo'q, suhbat savollariga e'tirozim yo'q. Tushunarli nomzod, suhbat natijalari sizning shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Ishtirokingiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Shirinboy Navoiy shahardan oliy ma'lumotlar. Hurmatli nomzod, sizga navbatdagi suhbat tasodifiy savollar taqdim etiladi. Baland ovozda o'qib javob berib ketaverasiz. Tayyormisiz? Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston strategiyada sport transferlarini bekor qilingan ahvol 3% o'tkazilmagan. Hurmatli nomzod, sizga savollar random dastur orqali taqdim etilgan. O'qib javob bersangiz bo'ladi. Agar o'zi o'qib chiqib javoblar bor, savollarga bo'lmasa birorta savolga javob bera olmadingiz. Shundaymi? Komissiya a'zolari qo'shimcha savollaringiz bormi?
Bo'lmasa, komissiyalarda ham qo'shimcha savollar bo'lmasa, hurmatli nomzod, sizga taqdim etilgan savollar bo'yicha e'tirozlaringiz bormi? Bu hamma savollar navbat huquqiy hujjatlar orqali taqdim etilyapti. Hurmatli nomzod, agar e'tirozlaringiz bo'lmasa, sizga suhbat natijalari Reynolds dasturi orqali taqdim etilgan savollar bo'yicha e'tirozlaringiz bo'lmasa, suhbat natijalari shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi nomzodimiz To'xtayev Komil Shuhratovich, Navbahor tumanida tug'ilganlar, oliy ma'lumotlar. Hurmatli nomzod, sizga savollar Reynolds dasturi orqali taqdim etiladi. Baland ovozda o'qib, savollarga javob berib ketaverasiz. Tayyor bo'lsangiz, marhamat, savolingizga taqdim etmoqda. Assalomu alaykum. Demak, birinchi savol. Yoshlar ishlari agentligi qachon tashkil etilgan va uning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Demak, avvalambor Yoshlar ishlari agentligida gapiradigan bo'lsak, avval bu tashkilot Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati, undan so'ng Yoshlar ittifoqi 2020-yilda adashmayotganimizdan Prezident farmoniga asosan Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. O'sha agentlikning asosiy vazifasi yoshlarni ijtimoiy, iqtisodiy har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni rivojlantirish, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarni kengaytirish, barcha umumiy yoshlarni o'qishi bo'ladimi, ish faoliyati bo'ladimi, barcha sohada yoshlarni qo'llab-quvvatlash bu yoshlar ishlari agentligining asosiy vazifasi hisoblanadi. Ikkinchi savol, qanday hollarda yoshlar daftariga kiritiladi va undan chiqariladi? Demak, biz yoshlar daftari deganda bu o'sha mahallada ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan qiyinchilikka duch kelgan, ish izlashda qiynalayotgan, ish topishda, mehnat bozorida ish topishda qiynalayotgan, har bir muammosi bor yoshlarni o'sha yoshlar daftariga kiritiladi. Yoshlar agentligi bu mahalladagi yoshlar yetakchilari tomonidan, mahalla tomonidan amalga oshiriladi. Yoshlar daftariga kiritilgan o'sha yosh, demak, o'sha ma'lum bir ish bilan ta'minlanganda yoki o'qishga kirgizilganda, uning bandligi ta'minlanganda, o'sha qo'llab-quvvatlanganda, o'z ishini, o'z faoliyatini yo'lga qo'yib olishda qilingandan keyin bu yoshlar daftaridan chiqariladi. Ya'ni o'sha yoshlar daftariga kiritilgan yosh ish bilan, oddiygina aytadigan bo'lsak, ish bilan ta'minlansa va o'zini oilaviy byudjetini, o'z faoliyatini yo'lga qo'yib oladigan bo'lsa, yoshlar daftaridan chiqariladi. Uchinchi savol, O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy maqsadi nima? Demak, yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunga asosan yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshiradi. Ya'ni O'zbekistonda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar, bu yosh fuqarolar deb ataladi qonun yozisida. Mana shu yoshdagi fuqarolarni, yoshlarni o'sha har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni o'sha o'qishi deymizmi, kasbga tayyorlash va boshqa sohalarda chet tillarini o'rganishda, kasb hunarlarini o'rganishda, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va hokazo barcha sohalarda, demak, yoshlarni qo'llab-quvvatlash bu yoshlar siyosatini, yoshlarga oid davlat siyosatini bir hisoblanadi. Slayd, rasm, video yoki grafikni qanday kiritish mumkin? Slaydga rasm yoki grafikni qanday kiritish mumkin? Bu kompyuterda PowerPoint dasturi orqali amalga oshiriladi. PowerPoint dasturida ma'lumot tayyorlangan slaydga rasm, video va grafiklar dastur orqali kiritiladi. To'g'risi, og'zaki ravishda tushuntirib berishim qiyin, lekin amaliy bajarishda nima qilishimiz mumkin. Keyingi savolimiz, 230 sonli qarorda qaysi xorijiy tillarda
o'zlashtirish to'g'ri ko'rsatilgan. Adashmayotgan bo'lsam, Prezidentimiz 2009 sonli qarorida bir necha xorijiy tillar tilga olingan edi. Ingliz tili, rus tili, nemis tili, xitoy tili, koreys tili. Biz 6 tani bitta mana shu xorijiy tillarni o'zlashtirish yoshlarda tavsiya mana ko'rsatib o'tilgan. Savollarga qisqacha javobim oshkor. Hurmatli komissiya a'zolari, nomzodga qo'shimcha savollar bersa marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 163-sonli farmoni bilan mahalladagi yoshlar yetakchilarining asosiy vazifalari belgilab berildi. Unga asosan nechta vazifasi belgilab berildi yoshlar yetakchisining? Demak, 113 sonli farmonga asosan mahalladagi yoshlar yetakchilarini vazifalari belgilab o'tilgan. Demak, o'sha mahallada Nechta sonni aytsangiz bo'ldi. to'g'risi son esimda yo'q. Endi unga javob bermoqchi edim. Vazifalarni aniq 5 ta 10 ta yoki raqam bilan to'g'ri javob beraman. Esimga tushib ketdi. O'zbekiston 2030 strategiyasi mavjud. 158-sonli farmoni prezidentimizni. Unga asosan o'sha strategiya 2030-yilgacha maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan, maqsad qilib belgilangan 100 ta maqsad. Shuni bitta maqsadida har yili necha nafar iste'dodli yoshlarni xorijning nufuzli oliygohlarida o'qish bo'yicha maqsad qilib belgilanganda, shu necha nafar iste'dodli yoshlarni xorijdagi nufuzli oliygohlarda o'qish belgilangan. Har yili. Tushunarli savol. Adashmasam to'g'risi bu savolimni esimdan chiqib ketdi raqam. 100 nafar deb hisoblabdan ko'rib qo'yaman. O'sha maqsad 70-maqsadi yoshlar nasiga qaratilgan ekanlar. Umuman bularda ko'rsatilgan barcha O'zbekistonga strategiya. Rahmat. Hurmatli nomzod, bunga suhbat bosqichi bo'yicha taqdim etilgan savollar bo'yicha e'tirozlaringiz bormi? Hech qanday e'tirozim yo'q. Tushunarli, rahmat. Hurmatli nomzod, suhbat natijalari sizning shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Ishtirok etganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.